Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi baykimiz obzorini boshlaymiz. Motor hajmi 200 kubalik, rasxoti 5-6 litr. Ya'ni dizaynga o'zingizlar baho beringlar. Bitta porshili. Motori Zonshin motordan o'rnatilgan. Ishonarli yaxshi motorlardan. Zavodskaya Akrapovich o'rnatilgan glushiteli. Yangilangan led tablolar chiroyli chiqibdi. Zapaska kalit pultlari bor, ikkitadan hammasi. Avariyga dalni rejim harakat qilayotgan signal поворотниклari chiroyli dizaynda ishlab chiqarilibdi. Xohlasa kimga ma'qul bo'lsa kelaverasizlar, aloqaga ham chiqaverasizlar. Manzilimiz o'sha Sergeli Xonobodda joylashganmiz.